بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 159 bob bobi ziyorat bobi 345 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytdilarki: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. Qachonki bir odam o'z birodarini bemorlik holida yotgan bo'lsa, ko'rgani borsa yoki ziyorat qilsa, Alloh taolo o'sha ziyoratchiga aytadiki: sen toyib bo'lding, yaxshi bo'lding. Seni yurishing ham yaxshi bo'ldi va jannatdan bir joyni, manzilni egallading der ekan Alloh taolo. Shuning uchun mo'min musulmon kishilar bemor bo'lgan, xasta bo'lgan birodarlarini ko'rgani borishlari yoki shundoq xolisan lillah ziyorat qilib borishlari ana shunday ulug' bir savoblarga, Alloh subhanahu va taoloni e'tiboriga va jannatdan joy olishdek ulug' bir ishni qilishiga sabab bo'lar ekan. Bu albatta o'sha kasallarni ko'nglini ko'tarish yoki bir birodarni xolisan lillah ziyorat qilish ijtimoiy aloqalarni rivojlanishiga, kishilarning o'rtasida do'stlik, birodarlik ruhini kengayishiga, mustahkamlanishiga sabab bo'ladigan narsa. Bu nafaqat o'sha ziyorat qilgan yoki ziyorat qilingan shaxsni, ularning oilalarini, qavm qarindoshlarini, shogirdlari yoki boshqalarini ham va butun jamiyatni ham bir-biriga mehribon qiladigan, bir-biriga do'st, birodar qiladigan, bir-birini holidan xabar oladigan holatga o'tkazadigan bir urinish bo'ladi. Shuning uchun bunga katta e'tibor berilgan va Alloh subhanahu va taoloning o'zini nomidan gapirilyapti. Va u ishni qilgan odamga jannatdan bir manzil, joy va'da qilyapti. 346 hadis Ummu Dardodan radhiyallohu anha: زارنا سلمان من المدائن إلى الشام ماشيا وعليه كساء وندر ورد. قال يعني سراويل مشمرة. قال ابن شوذب: رؤي سلمان عليه كساء مطموم الرأس ساقط الأذنين، يعني أنه كان أرفشة. فقيل له: شوهت نفسك. قال: إن الخير خير الآخرة. الدرداء aytadilarki, bu kishi Abu Darda roziyallohu anhuning ayollari juda ham mashhur sahobiyalardan hisoblanadi. İnsoniyat tarixida ya'ni nodir bir shaklda zarbul masal bo'lib qolgan oilalar, taqvodor oila, er xotin shunday bo'lganlar. Abu Darda bir kuni Rasul akram alayhissalatu vassalamning huzurlarida o'tirsalar, u kishi sadaqa boshqa to'g'risida gapirganlarida o'sha yerda mani bog'im sadaqa deb olganlar. Keyin borib, "Ummu Darda chiq, ha, endi bu saniki emas. Nima bo'ldi? Shunaqa bo'ldi" desa, yaxshi qilibsan deb xursand bo'lib chiqib ketgan ayol. Qozon tovog'ini ko'tarib, nihoyatda erlarni maqtaganlar. Ya'ni shunaqa savobli ishni qilibsan deb ma'noda. Mana shunaqa kishilar bular. Abu Darda roziyallohu anhu payg'ambarimiz Salmon al-Farsi roziyallohu anhu bilan og'ayni qilib qo'yganlar. Madinada juda katta birodarlik aloqalari bularning bo'lgan. Endi Rasul akramdan keyin sahobalar tarqaganlarida Salmon radhiyallohu anhu Fors yerlaridan Madoinga bosh bo'lganlar, rahbar bo'lganlar. Madoinni fathida ham o'zlari jonbozlik ko'rsatganlar. O'sha Madoindan deydi Shomga, Suriyaning yerlariga bizni piyoda ziyorat qilgani kelgan edi Shomga dedilar. Piyoda kelgan ekanlar. O'shunda bir juda ham xarob bir kiyimni kiyib kelgan ekanlar. Shalvarga o'xshagan narsani kiyib olgan ekanlar. Uni ham bu poycha tarafini ko'tarib shimarib olingan. Nihoyatda haligi
ko'rganda kiyimni harobligidan odamlar shunday katta sahoba ham shuni kiyib yuradimi deydigan darajaga yetib qolgan ekan. Shunda birov o'zingiz qiynab olibsiz, shunaqa holga ham tushasizmi deganda Salmon roziyallohu anhu aytgan ekanlarki, innal xayra xayrul oxirah, yaxshilik oxiratda yaxshilik, buniki emas deganlar. Bu nima degani? Demak, birodarini Abu Dardoni va uning oilasi Ummu Dardoni ziyorati uchun ulkan bir sahobiy shunaqa og'ir bir mashaqqatni tortganlar va uzoq masofadan piyoda horib charchab kiyimlari haligi darajaga yetadigan bo'lib ketgan holda faqat ziyorat uchun kelganlar. Mana sahobiylarni bir-birlariga bo'lgan ehtiromlari, bir-birlariga bo'lgan do'stlik, muhabbat, mehr oqibatlari mana shu shaklda namoyon bo'lgan. Shuning uchun ulardan o'rnak olgan ummati Muhammadman degan kishilar ham do'stlik aloqalarini ajoqa mustahkam olib borish kerak. Vaqti kelganda, imkoni bo'lganda qiyinchiliklardan, ba'zi bir mashaqqatlardan qo'rqmasdan yori birodarlarni vaqti-vaqtida ziyorat qilib turishni ham yo'lga qo'yish kerak bo'ladi.